bu narsalarni aytishimdan maqsad kimdir qarz olib boshlaydi, kimdir shu gaplarga, xom xayollarga ishonib kimdandir qarz oladi yoki er-xotin pul yig'ib boshlaydi, jim bo'ladi. Ertaga tushib qolgandan keyin biznesdan ko'ngli qolib ketadi. Men-ku bu narsalarni bilaman. Buni 99% odam aytmaydi. Shuning uchun menga foydasi yo'q, aldanib qolmanglar, ertaga boshinglarni ushlab qolmanglar deb aytayapman. Misol uchun men ham kurs qilib sotsam bo'ladi, lekin odamlarni aldagim yo'q. Bilasizlar, men har doim to'g'ri narsani ko'rsatganman, reklama qilsam ham, misol uchun o'zim Korzinka.com reklama qilsam, o'shandan narsa olaman. Foydalanganman. Bir-biri reklama qilsam, bir-biridan har doim narsa olganman, ko'rsatganman. Bu olibdi, oldi qochdi narsalarni reklama qilmayman. Har doim to'g'ri narsalarni reklama qilaman. Shuning uchun har doim to'g'risini aytaman. Quloqingizga lamonni osib kurs sotmayman. Bo'lmasa meni ham qo'limdan keladi. Bu meni odamgarchiligim bor.